Kimdir SMS yozibdi-ku. Voy. Cho'ydan qo'y. Jonim debdimi? Kim bu? Jonim demagan. Menimcha bana bo'lsa kerak-da, kimdir jonim debman, nimadir deb. Nima? Kim? Qaysi paytda? Shu yoshingizda endi kim? Yo'q. Ya, kimdir adashib yozib yuborgandir. Bo'lmasa qaysi yoshingizda, bir yoshingizda desam-ye. Qarang-a, sizga adashib ketar ekanmi? Aholi hozir qilamiz, kimligini bilamiz. Qiling, hozir qiling. Tavba qildim. Men shu yoshimda kim menga jonim deb yozadi? Qo'ysang-chi. Bitta yarimtani nolib kelgan xotinlarga bergansiz-da nomeringizni? Ya, kallang joydan qanaqasiga nolib kelgan xotinlarga nomerimni hozir bilaman. Alo. Alo, assalomu alaykum.